Bozorlarda 50 ming, 60 mingdan bir dona labibi o'yinchoqni berib turgan bir vaqtda biz hozir Sifat Tekstil kompaniyasi eng ulgurji narxda 29 ming so'mdan mana bunaqa qalin do'ykalarni biz chiqardik. Bemalol apalar, akalar maza qilib foydalanishingiz uchun asl narxi 29 ming sklad narxi va muddatli to'lovga 1 oy davomida kelib 5 milliondan 10 milliongacha olib ketishingiz mumkin. Bizda rasvetkalari juda ham serob. Undan tashqari mana yana juda bitta chiroyli yangi chiqqan modelimiz. Razmeri buniki 6 yoshgacha tushadi. Haqiqiy toza matoda. Anaqasi fasollari juda ham chiroyli ishlandi. Mazza qilib bularni ham 29 mingdan foydalanmoqsiz bo'laveradi. Gucci modellarni qaranglar. Bular ham 29 mingdan baholanadi. Bemalol apa endi ham kelibsiz. Qopingizni olib kelib bosib ketmasangiz uzil-kesil bo'lmaydi. Xullas o'rtoqlar 89 minglik ko'yni lozimlar. Mana yana sotuvda har xil rasvetkalar. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. 46 dan 52 gacha razmerlari sotuvda. 40 Kamzil o'rtoqlar, mana zamonli eng original, eng tozasi. Nechtadir kerak bo'lsa telefon qilib zakaz beraverasizlar mana o'rtoqlar. Assalomu alaykum azizlar. Kechki bozor mana holati hamma bunaqa mashinalarda va mana bunaqa ko'chalarda, sovg'alarda mana bunaqa turilibdi. Lekin mana shapkadami? Mana hozir juda ko'p savdogarlar yig'ishtirishyapti joylarini. Lekin ko'pchilik mana savdo bo'lib qolardi, umidvor bo'lib turishibdi. Mana bunaqa holatlarda turgandan bemalol siz Telegramga kirib qorong'ida yurmasdan Sifat Tekstil deb yozsangiz YouTubedan, Telegramdan, Instagramdan biz sahifalarimiz kelib chiqadi. Bizning sahifalarimizda bu narsalar hammasi shu bozordagi narxlarda, optim narxlarda muddatli to'lovga, ya'ni olib maza qilib sotib bir oy davomida bo'lib pulini bersiz bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, sizlarni kutib qolamiz. Mana bunaqa bozor. Lekin zakritali o'rtoqlarimizdan o'ta istoriya 65 donaga. Sotishga yesel qancha? Uni yesel qancha sotish? 50 mana shu bittasini. Mashhur trenddagi o'ta yomon katta tapichka mana 50 ta 60 ta. Oyoq kiyimda anaqasida razmerda bo'lgan, ishlatirilgan. Mana atiga narxlari 40 ming so'mdan. Rasvetkalari juda ham serob. 40 ming so'm. 59 ming yana qalin anaqalarimiz. Etichalarimiz. Xullas, bularimiz 69 ming, 79 ming optimga ko'zga surtilib sotiladigan narsa. Bularimiz ham razmerlari mana eng kichkinasi 26. 26 dan tortib 31 gacha bor razmer. Azizlar, mana hozir Samarqandga mana Kamzilimizdan 200 taga to'lov qildilar. Mana 200 ta chiqaryapmiz. Mana hozir o'zimizda qolgani va bitta pressda bilasizlar 800 ta qolgani qoldi, sotildi ham. O'zi mana 200 ta qo'chqor kamzillarimiz chiqib ketmoqda. Kimga mana bunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mana 69 ming so'mdan sketkada kamzillarimiz, bularimiz bozorlarda 85 ming, 90 ming bunaqa qalinlari. Mana ko'rib turibsizlar qalinligini. Juda chiroyli qilib chiqarib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Agar mabodo men pulim yo'q, pul tikalim yo'q, xullas sizdan olib men sotib beraman deydiganlar uchun ham bemalol kelaverasizlar. Bitta pasport, bitta plastik evaziga 10 milliongacha bo'lgan mahsulotlarni umumiy hisobda nasiyaga ham qilib beraveramiz. Azizlar, bizda qoplangan har xil tovarlarimiz va har xil obuvlar, oyoq kiyim, adyol, sochiq kiyim, pastel, voh, paypoq, hamma narsa bor. Misol uchun deylik, mana shu dvoykamiz, qarang. Troyka. O'zini kombinezoni bor, futbolkasi bor, brichasi bor. Mana bunaqa yana kamiga svetlari bor.
Bularimiz narxi atiga 29 ming so'mdan. Juda ham arzon narxlarda optim narxda sizlarga bir oy muddatga ham tovar qilib beraveramiz. Charchamanglar. Telefon qilib bemalol zakaz beraverasizlar. Kela olmaganlarga dastavka qilib, xuddi shu holatda mana bunaqa qilib chiqarib beramiz. Charchamanglar. 29 ming sotilgan mana bu narsalarimizni hozir pul bo'shatgani 19 dan emas 15 mingdan berib yuboramiz. Kimga kerak bo'lsa yozinglar, telefon qilinglar, dastavka qilib chiqarib berilaveradi. Atiga 15 ming so'mdan. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Mana kamzillarimiz Qo'qon bozoriga ham kelib tushgan varianti. Mana opalarimiz, xolalarimiz kelib maza qilib olib ketish uchun Qo'qonda bog'cha bozorda oldiga ham mana to'kib tashlaganmiz. Bemalol kelib 80 mingni olib ketaverasizlar, lekin bizni ofisga keladigan bo'lsalang, mana shularni biz atiga 69 ming so'mdan bir oyga nasiya savdoga qilib beramiz o'rtoqlar. Bemalol kelib mahsulotlarni xarid qilib ketaverasizlar. Mana 80 mingdan maza qilib uchirib sotishyapti bitta bozordagilarimiz. Maza qilib olinglar. Aka, xohlasangiz mana 5 millionlik. Xohlasangiz 10 millionlik. Mana shu adyollarni sizga nasiya savdo qilib beraman. Apa, siz ham bemalol kelaverasiz. Narxlari atiga mana paloncha bo'lib yotibdi. Qarang, chiroyligini shuncha yukni bosib tashladik. Siz kelib olib ketishingiz uchun xohlasangiz 5 millionlik, xohlasangiz 10 millionlik mana shu adyollarimizni bir oyga sizga nasiya savdo qilib beramiz. Bemalol optim narxda kelib olib ketsangiz bo'ladi. Bismillah, mana hozir sizlarni buzamiz endi, xudo xolasa. Yo Allohim. Shokir aka, o'zingiz chiqib buzas ekanman, eplolmadim. O'zingiz ishingizni o'zingiz qilavering. Men reklama qilaman ekan xullas. Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, akalar, opalar? Hozir biz sizlarga o'ta katta ob'yomdagi shapka, ya'ni qalpoqni ko'rsataman. Mana hammasi shular 100 tadan upakovka bo'lgan, hammasi nasiya savdoga chiqib ketadigan zakatovka bo'lgan. Chunki ko'pchilik aytayapti, menga 500 ta bering deyapti. Shuni 5 millionga nasiyaga shuni qilib 5 xilni beryapmiz. O'rtoqlar, telefon qilib zakaz beraverasizlar. Mana militsiya kelyapti, qochaveringlar. Bu xonaga kiramiz, mana bu xonada mana vobshe ko'p partiya mana yana. Hammasi oliy namli shapkalar zakatovka qilingan mana. Kimgadir xizmatlarimiz kerak bo'lsa telefon qilasizlar, azizlar. Mana bunaqa mursko, jenskiy shapkalarimiz atiga 13 ming so'mdan halol narsa savdoga bir oyga bo'lib to'lashga qilib beramiz. Charchamanglar. Mana yuklarimiz.